sözleydi aman qara jinin iz tushgan sira Medet bana senin barlığın mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Hiç kimge canım mening uchun yongan dilimni bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'limni tushundirma hech kimga gulim mening uchun yongan dilimni bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'limni Medet bana senin barlığın mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Dimxonamga tashlasan qadam Şuna olan bizim güzel turmuşumuz mu ahırlaştı. Cesur mu katnaş vakası bilen o dünyaya ketdi. Aytdın. Ko'nglinizning buzildiganligini bilgan bo'lsam, sizdan bu savollarni ichkirlab so'ramagan bo'larkanman. Hech gap yo'q sanam. Men sizga mening bu ko'ngilsiz kechirmishlarimni eslab bermasam, Eldarni men tuqqunimni sizga qanday ifodalab bera olayman? Dadam yetchig'ida musibat yetgan kishining ko'ziga bu dunyo so'g'uq, ma'nisiz, qorong'i ko'rinadi deydigan. Siz bu dardlarga qandoqmi chidagansiz aytdi. Adam bo'shansang, bu bani qandoq boqsa, sening ya bir kirim manbaing bo'lmasa. Bizning iqtisodimizmi shunchalikda tursa. Shunlashqa vaqtida bani oldirib bitdim. Bu xapliq jafodan qutulganda kundi ko'z yosh qilardi. Yarimizni tatilamasam bo'pti-ku. Men faqatlam shu Eldarning tegi-taktini bilaydi. İchkirlab so'rab sopdiman. Meni kechir. Hech gap yo'q sanam. Siz mening dardimga yetdi. Yurak sirlarim bilan o'rtoqlashyapsiz. Men sizga rahmat deyishim. Sizni nemish qoplayman. Siz pek g'ayratli ekansiz-ku. Bunda qarorga kelish bir ayol kishi uchun unda oson ish emas. Men
qatma-qat g'am, andishda boşandım. Qo'zg'imdagi bala jasur ishkimizning pak muhabbatining yaldamisi edi. Uni ko'zimning qarchug'idek asrashim kerak. Uni o'z qo'lim bilan nobud qilolmaydim. Unda qilsam, o'zimning roziq o'zim qas qilgan bo'laman. Shuning uchun qo'zg'imizdagi bu balani cho'qim tug'ish qaroriga kelibdikansizda. Bu qaroringizni hadingiz anglab qo'shilmaganda haqiqatan adam nasihat qilib oxiri hardi. Bu balni tug'sang, sen yana qandoq kunlarni ko'rsan deb kundi ko'z yosh qiladi. Qarindosh degan shu-da. Ular bizni deb özlerini unutib qoladi ekan aytdi. Andishda boşandım. O bir umaq o'g'ildi. Dadisqa qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Men uni har bir ko'rsam shiq tutib desam. Uni issiq o'rab sahar mezgilda qandaqmı çıdığansız, canım aydan. Nemi degan içinmişlik vaka bu? Tağ səhərdə o mening balamni Şöket efendim elib kirib ketgini ko'rib, xo'shal holatda qaytib keldi. Nemi dedingiz? Xo'shal holatda dedingizmi? Keyin adam bilan ikkimiz ko'chib ketdik. Balangizning o'ti qandaqmi chidagansiz jinim aytdi. Uni keyin izlab bakmadingizmi? İzlagim keldi. Onunga men uning onasi ekanligini degimga keldi. Biroq unda qilolmadim. Nima debamdi? Unda qilsam Şöket efendim bilan Zühra xonimning yurgini zaxmlantirib, ularni ansizlikka soldi ekan. Ular Ildarni o'z balasidan ortiq yaxshi ko'rdi ekan. Xo'lim qo'shillar. Hammasi Ildarni ularning o'zining farzandi deb o'ylaydi. Rost deysiz. Ular Ildarni ilhomdan bekrak yaxshi ko'rdi. Sizning hozir Ildardan başqa, yeriniz başqa farzandingiz yo'qmi? Yo'q. Men to'y qilmadim. Adamni tugab ketdi. Bu dunyolikda Ildardan başqa birmi yaqinlarim qolmadi. Nima deydigansiz aytdi. Shu vaqtda to'y qilasiz-chi? To'y qilishni o'ylamadim. Loyiqlar chiqdi bo'lmasa. O'z balamni ko'chiq tashlab qo'yganini o'ylasamlar. Dadisning chiroyi ko'z oldimga kelib azoblaydi senam meni. Shunlashqa yolg'iz yashashni xohladim. Siz Ildarni qatnash voqeasiga uchrashdan burun ko'rganmi? Nemishki ko'maysan. Ertiram yurtga qarab manganda shirkatdagilar meni so'g'dig'man deydi. Biroq ular mening yurgimda nima o't kuyayotganini bilmaydi. Men har qatim kelganda Eldar o'ynaydigan bolalar bog'chisidimi? O'qigan maktablardami ko'rib, men uni bag'rimga besib, purab, xumarimdan chiqib olishni o'ylagan bo'lsammi, unda qilmadim. O'zimni chandurmay kelgandim. Shunisi bu qatim
Hechqisi yo'q aytdi. Bag'ringizni yerib chiqqan farzandingizning hayoti xavfga uchrag'asa, o'zingizni daldiga ilib qandoqmi chidaysiz? Bir ana uchun aytganda, buningdan ortiq g'ayrat, jasorat, buningdan ortiq fedakorlik bo'lamdi. Shunisi bu qatim men aqlimdan ezib, o'zimga bergan va'dalarimga xiloflik qildim sanam. Mening gapimni anglab, Zuhra xonim qanchalik bo'lib ketganini ko'rdingiz-ku. Men o'zimni o'ylab sanam. Zuhra xonim, Shavkat apandim, balamni ko'ngli ayab, sizlardimi bu maxfiyatlikni saqlab kelibdikan-ku. Biroq men-chu, men o'zimning hissiyotini o'ylab, men nimalarni qildim sanam. Mush chaqda Shavkat apandimdan Zuhra xonim qanchalik azoblanayotgandi danga. Bek ensirab ketmang aytdan. Bizga mana ishini, men bu ishning butun jarayonlarini ham urug' tuqqanlarga bir-birlab deb tushundiraman. Ularga rasf qiladigan ota-onalarning va bolalarning ko'nglini shunday qo'yadigan ko'ngil esil odamlar. Shunlashqa bekmi ensirab ketmang. Bu ishning butun jarayoni mana shunday ekan. Ukam, agar bizga ko'yingani rost bo'lsa, Ildarga hargiz ko'rinmasin. Bu nima deganingiz Zuhra? O'z bag'rini teshib chiqqan farzandni onasiga ko'rsatmasiniz. Bu bag'ri tashliq qilganlik bo'lmamdi. Çok ağır paxtını teşip çıktı. Bunu endi yoşurgılı olmaydı. Sizning bag'ringiz pek yumshoq bo'lgandikan, ishga qo'llab Ildarni elib, boyxonimga olib bering. Ben undaq demedim Zuhra. Balanın anası neçə yıllardan beri bizni ayab. Bu işini sır tutup kepti. Obdaraq oyunda bakın Zuhra. Şuna yürgü kan bu anını qışna vermeydi. Bu xotinning bag'ri qon olsa, mening bag'rim qon emasmikan? Bizning burunqa so'qoq uyda bolalarimiz bilan qanchalik qiynalib, qanchalik azob chekib o'tkazgan kunlarda u oliyjanob xotin nada ekan? Ildarni elib ketmay, mening yuragimni elibla kessin. Ayten xonimning so'zini siz tek anlamadingiz edi. Uning Ildarni sizdan ayirib etish maqsadi yo'q ekan. Sizlarniki. Onu sizlardan ayrı versem, ben umutsuzluk qilgan bo'lmamdim. Shuncha yildan beri sizlar Ildarni tarbiyalab qatorga qo'shdinglar. Men Ildarni tuqqanim bilan hech qilib Men sizlarning oldinglarda, yana shundaqla Ildarning oldida gunohkor. Men o'zimni kechiramayman. Özümün öz obro'yini deb, istiqbolimni nabud qilmayman deb, onalik majburiyatini ado qilolmagan bir ayol. Ba'zan vaqtda o'zimni ona deb o'ylasam, beyaram bo'laman. O'ylab boqinglar. Mening ona degil bo'lamdi. O'zining bag'rini to'qibli ko'chaga tashlab etib, mendek bu mas'uliyatsiz,
mendekmi bag'ri tosh ana nerede ba? Özünüzni ayıplayamam aytdi. O çağlarda siz mi amalsızdı? Siz shuncha uzun yıldan beri bu sırni saqlab, Şevket akam bilan Zöhraxon adamga ishinib yurganligingizning chong bir oliyjanoblik emasmi? Yaxsınam. Ben Şevket efendim bilen Zühra Hanım'a işengenligim üçünle meni oliyjanob desangiz to'g'ri olmaydi. Ben shuncha yillardan bersi dardiga darmon bo'lib, eg'irni yeniq qilib, ko'nglidagi tumanlarni suyib ola olgan bo'lsam, meni oliyjanob desangiz bo'ldi. Oddisi men ularning oshkorlanib qilishdan qo'rqadigan shuncha yillardan beri saqlab kelayotgan maxfiyatligini men oshkorlab qo'ydim. 20 yildan berisi Ildarning dardini tatib kelgan mushu ota-onaga men akagan yana shu azoblar uchun meni jazolasanglar bo'ladi. Vapaga japa qilayotgan odamni oliyjanob desangiz ah bilan qora aralashib ketadi sanam. Herkes undaq demam, canım aytdi. Sizni kechirmishingizni anlab, yurak bag'rim ezilib ketdi. Siz uzun yillardan beri Şevket akam bilan Zöhraxon adamga yaqindan yor yo'lak bo'lish arzusida bo'lgan bo'lsangizmi? Bularning ko'nglini og'ritdi, ranjitdi. Bo'libmi? Ildarning yuragini zahmlantirib qo'yishdan azrab bu arzularingizga yetolmaysiz. Bir ona uchun farzandini qatnash voqeasiga uchirdi desa, qandaq bir ona bunga chidab tura oladi, jinim aytdi. Emdil tug'ilgan bir bobaqni 20 necha yoshga kirgizmak faqat oson emas ekan singlim. Bu bolaga mehringiz tushib ketsa, uningdan ayrilish texmi taskin. Lekin bolaning o'ti qalbingizda yilinjaydi ekan. Siz doktorxonada Ildarga men seni tuqqan apang degan chog'da Ildarni mendan tortibli ektidigandek. Gerçi Ildarni men tug'magan bo'lsammi, Ildarning men sog'an o'ti ilhomnikidan kuchli. Onaning muhabbati adamni mushtaq shaxsiyat chiqib qo'ydigan o'xshaydi. Yo'q. Buni shaxsiyatchilik demaymiz. Bu bo'lsa bir ulug' muhabbat. Mana ikkimiz shuni o'tida kuyayotimiz-ku. Menmi o qizning gapini anglab, ichim og'rib qoldi. Anglsam hozirgacha to'y qilmabdi. Bütün tuqqanlari tugab ketibdi ekanmish. O qiz tikandek yolg'iz qolibdimish. Akangmi bu degan gaplar rost deydi. Rostmikin desam, tehi. Sanam ishqinglarni uni taniydi ekan deb anglagandim. Tanıymiz edi. O bir şirketning bosh direktori. İntayın iqtidarlıq, hem pəzlətlik bir ayol. Muş ticaretçiler arasıdımı şunçilik abroy var yine edi. Aytenning şirketi bilen bizning şirketimiz hazırmı hemkarlaşıyotudu. Aytenning hazırgıçı birer yığızmı yağın gap qilib baqqanligini anlab baxmadım. Ildar onun bağırını yerip çıkmagan bolsa, onu men tug'dim deb yuremdi jinimada o'ylab baxmamsa. Rost deysan, ukam. Shuning uchun
Aytenning diliga azob beradigan gaplarni endi demanglar. Ildarg'im aytib qo'y. Endi Aytenning oldida undaq yo'lsizlik qilmasin. Sen tushundimisan, u bizning gapimizni anglamdi. Natonish bir ayol o'ttirg'a chiqib, seni tuqqan opang men desa, uningga muhokilada tuyuqsizlik chiqqan bu gapga Ildar qanday ishnadi deysa ukam. Shuni sizlar Ildarni bek eplabmi ketmanglar ukam. Haqiqiy avvalga ko'z yetganda uning yuragi illib qolar ukam.